Assalomu alaykum Pavlon ishqibozlari. Bugungi zakazimiz Yakkabog' tumaniga bo'lyapti. Yakkabog' tumani Chaydari qishlog'iga bo'lyapti. Xudo xolasa akamiz o'tgan yili 100 dona Pavloniya niholchasidan olgandi. Bu yil yana qiziqib yetmay qolgan joylariga yana 20 dona Pavloniya niholchasini bizga zakaz berdi. Hozir biz o'sha akamizni yukini chiqarishga harakat qilyapmiz. Hozir mana yukini chiqarib berib yuboramiz. Akamiz Pavloniyasi mana tayyor. Xudo xolasa mana shu 20 donani Yakkabog' tumaniga hozir jo'natib yuboramiz pochta qilib. Sizlar kimda mana shunaqa Pavloniya niholchalari kerak bo'lsa, bemalol olg'iga chiqsanglar bo'ladi. Pavloniya niholchalarimiz juda siyroq. Akamiz niholchani oldilar, mana bizga video qilib tashlab berdi. Xo'sh, akamiz o'zi gapirmaganlar. Videoni shunchaki olib bizga tashlab bergan. Aka, rahmat sizga mana deb. Mana bular esa o'tgan yilgi 2024-yil olingan Pavloniya niholchalari, niholcha ko'rinishda olgandi. 2025-yil tagidan texnik srez qilgan. Texnik srez natijalari 1 metr 30 santimetr eng yuqori natijasi ko'rsatib turibdi. Hozir 1 oylik bo'lgan Pavloniya daraxti mana